Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchalarga xayrli kun. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninglar sog'mi, omonmi? Maza qilib ro'zalarni tutyapsizlarmi? Juda ham kunlar yaxshi bo'lyapti. Allohga shukr, mana qish kunlaridan o'tib bahor faslida juda ham chiroyli kunlarida turibmiz. Shu kunlarga yetkazgan Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Hurmatli YouTube ahli, bilasizlarmi? Garchi ro'za payti bo'lishiga qaramasdan, to'g'risi shu 5 minutlik video obzorimni qo'yishlikka qaror qildim. Chunki meni vijdonim qiylanyapti. Gapni ochig'i, ya'ni mm, aybsiz insonlar aybdor bo'lib qolyapti. Ya'ni nima uchun aybdor bo'lib qolyapti? Informatsiyani noto'g'ri berishyapti-da, blogerlarga noto'g'ri informatsiyalar beryapti va ular noto'g'ri informatsiyani olib shunday bo'yicha olib chiqyapti, o'rganmayapti. Bloger degan inson olib shunday bo'yicha qo'yib yubormaydi. Ikkinchi tanganing ikkinchi tarafini ham ko'radi. To'xtachi, bu bekordan bekor bo'lmagandir. Bu o'zidan o'zi shu narsa bo'lmagandir deb qolmayapti. Men 3 kun davomida 3 kun mobaynida shu nimalarni o'rganyapman-da va tayyor ham qilib qo'ydim. Obloshkalargacha videolarim hamma yo'g'im tayyor bo'ldi. 18 minutlik video chiqarib qo'ydim. Ovoz deysizmi, urush tomonlamami, boshqami, onasi, dadasi, ukalari va hokazo. Mahalla komiteti, uchastkovoylarigacha barchasidan oldim. Hozircha nima uchun to'xtatib turibman? Ayrim bir sabablarga ko'ra to'xtatib turibman. Keyin yana bir narsa. Sizlarda ham ona tuqqanda, hurmatli ayrim blogerlar. Sizlarda ham ona tuqqan. O'lib ketgan onasini so'kmanglar, iltimos sizlarda ro'za Ramazon kunida. Bilaman, tutmayapsizlar. 100% tutmayapsizlar. Uni bu aniq bu. Aniq va ravshan. Tutmayapsizlar. Qo'ylar endi ro'zani hurmati, o'lgan o'liklarni hurmati. O'lganlarni so'kmanglar. Duxuylar yetami, katagiylardan chiqinglar. Bunkeringlardan chiqinglar. Gap qilmasdan ichkariga kirib olib gapirlamanglar. Sizlardan iltimos. Hurmatli blogerlar. Viloyat hokimining onasi o'lib qolgan. Hurmatli viloyat hokimi Abdurahmonov Shuhrat aka Qo'shaqboyevich degan paytda ham jicha haqoratlab o'tib ketdinglar, O'tib ketdinglar. Agar yomoniga olaman desa, shtilaf ekan, to'lab qo'yaveraman deyapsizlar. Shunaqa pulinglar katta ekan, o'zingizlarda gunoh qoldirmasdan, shu pulinglar katta ekan, to'lab qo'yadigan shtrafni, bekardan to'lab qo'yadigan shtrafinglar yetim yesinlarga beringlar, nochorlarga beringlar. Ashini rosa shtrafini to'lab qo'yaman. Tuman hokimi deganda kimni nazarda tutyapman? Qo'rg'ontepa tumani hokimi. U bu yerda prichom? Aytinglar, u bu yerda prichom aytinglar? Aybi nima u insonni? Uroqda yo boshog'da yo'q. Xo'p, mayli. Endi qaranglar. Qarorlarimiz chiqqan. O'zbekiston Respublikasida qarorlarimiz chiqqan. Oilada farzandi uchun ona uchun farzand yoki aka uchun opa uchun uka uchun opalar javob bermaydi. Bor shu qaror. Qonun, qarorlar bor. Bizni tizimda kuch. Lekin seni opa keyin bitta narsa. Birinchi qilgan videolarda, efiringlarda ichki ishlarda ikkinchi xotini ekan deb informatsiya kelyapti. Men katta blogerman deb katta ketyapsanmi? Tagigacha yetmabsan-da. Asossiz gapirmanglar. Bloger bor, shunaqa blogerlar bor. Asosi bilan paypag'ini osiltirib yuboradi. Hozir sizlar asossiz birinchi kunda ichki ishlarda ikkinchi xotini ekan deyapsizlar. Ikkinchisida bo'lsa. Ikkinchi videolarda viloyat hokimini o'ynashini deb chiqaryapsizlar. Nima uchun? Ro'za Ramazon kunida senlar ham ana informatsiya berganlar. Keyin aeroportni sotib olgan deyapsan. Aeroportni tortib. Sen jinni emasmisan? Informatsiya berganlar qanaqasiga aeroportni tortib oladi? Aeroport kim nimasida? Nimasida nazoratida turadi. Aeroportni nima endi? Bu viloyat hokimi degani u hamma yoqqa qo'lini uzatsa yetaveradi degani emas. Uni ham surishtiradigan bor. Viloyat hokimini ham. Lekin nima? Agar mana shu viloyat hokimi bo'lmagandami, ko'p narsalar anaqa bo'lib ketgan bo'lardi. Ko'p juda ham ko'p narsalar anaqa bo'lib ketgan bo'lardi. Haligi nima desam bo'ladi? Mana bir yillari
Andijonliklar, eski andijonliklar bilishadi bu narsani. Xohlagan qiz majburlanib bir paytlar, bu juda yaxshi biladi. Xohlagan qizlar majburlanib yoki anaqalar bo'lgan, endi bir paytlar bo'lgan. Kiminidir erkatoqlar. Qara shu viloyat hokimi Shuhratbek Ko'shakboyevichni qarindosh urug'lari kimi majburlab qo'yapti, qo'pol qilib aytganda. Qaysi qizni borib turib ushlab yur, men bilan ketasan dedi. Qaysi qarindoshini eshitdinglar? Endi qaranglar, deputat ayolning ukasi u bilan yashab o'zlari kelishib nimadir bo'lgan anaqa qilgan eski narsani qo'ziyapsizlar va opasini gapiryapsizlar. Opasiga tuhmat qilyapsizlar. Sizlarda ham opanglar bordir, uka singlilar, onanglar bordir, qo'y otam o'lib qoladi desa, joy jannatdan bo'lsin deb gapirishyapsan. Kalalaring bormi senlarda? Sen men zo'rman, katta blogerman. Nima 100 mingtadan oshiq prosmotr bo'ldi degani sen zo'rsan degani emas. 6 deyapsan. 6 aslida senlarsanlar. 6 senlarsanlar. Endi o'zlaringcha bir paytlar bu o'zlaringni zo'r qilib u mingtadan oshiqcha prosmotr bo'ldi degani seni osmonga chiqsin degani emas. Sen asha nolsan, nima bilan nolsan? Bu odamlar seni olqishlayveradi, chatpay cholib xvalit qilishaveradi bular. Bunki asha seni xvalit qilayotganlar bunkerida o'tirib mana qilib chatpay choladi. Boplaysan, viloyat hokimini so'k, boplaysan, tuman hokim. Dug'i yetami o'zlaring so'kish, chiqish? Ras bironta kasagini bilishasanmi viloyat hokimini yoki tuman hokimini o'zlaring gapirish? Nima uchun birovga anaqa qilishyapsan? Informatsiya berayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi palonchixonlar, palonchi oylar, gaz berib urushtirayotgan palonchi oylar o'rin kerakmi? Chiqinglar o'ziga. Ukasini anaqa qilib olib, ukasini ushab olib, opasini anaqa qilyapsizlar hozir. O'rni kerakmi? Пожалуйста. Deputatlar, sizlar oldin haligi katta blogerlar, sizlar oldin vazir qayerda ishlaydi, oddiy xodim qayerda ishlaydi, oldin sizlar bilib olinglar. Keyin milliy tiklanishdi, deputatlarda lavozimini va hokazolarni bilib olib, keyin popillaylar. O'zi maydilarda nefiga ishlasa yo'q. Meni stuchat qilsa, toqillagan ovoz chiqadi xolos. Sizlar o'zingizlarcha 200 gram ichib, 400 gram qilmanglar. Iltimos, tut bu yog'i. Ro'zaman, o'zim bilardim. Nimalar deyorsa, lekin vijdonim qiynalib, o'lib ketgan odamlarni gapirishyapsan. Naryoqda ham gapirishyapti. Yana sotga beraman deydi men. Xohlagan joyingga berish. Xohlagan joyingga berish. Xohlagan joyingga berish. Peshanamda nimani yozgan bo'lsa, Xudoyim ashuni ko'raman. Haqiqatdan hech qachon qochmayman. Hech qachon. Hozir ismlaringni aytmayapman. Keyingi safar albatta video obloshkam hamma yo'g'im tayyor. Qo'yiladi. Hozircha shunaqa. Menga mana qilib hech narsa qila olmaysan. Allohim bor qilganda sen bandasan. Katta blogermisan, janob Nikitomisan, xor qila olmaydi Allohim. Bor qilganda bandasi xor qila olmaydi. Esingdan chiqmasin senlar. O'zlaringcha men mana ko'raman. U hech narsa qila olmaysan, hech narsa qila olmaysan. Hech narsa, ashi hayot, ashi turmush. Hech narsa qilisha olmaysan. Senlar hech kim emassan. Senlar palondaqa qilib boraman, men kattaman, men manaqaman. Bu tirnoqlarim ketib berib qo'ylar, tirnoqlarim yo'q, emas, bunaqa oddiy hol. Ashi hayot, ashi hayot. O'lib qolganim yo'q. Meni ham nimalar qilishib yormading? O'ldimmi? Yashayapman. Mazza. Mana qishda bo'lgan narsa edi. 3 oy o'tdi. Alhamdulillah, Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Maza qilib ochiq havoda nafas olyapman. Ko'chalarga chiqyapman, iftorlarga boryapman, tug'ilgan kunlarga boryapman, mehmondorchilikka boryapman. Uyimga mehmon kelyapti. Senchi, seni uyingga kim yo'laqlayapti? Qayerga boryapsan iftorlikka? Sen u iftorlik nimaligini bilmaysan o'zi. Ichishdan boshqa narsani bilishmaysan ayrimlaring. Ro'za Ramazonni kunida bilishmaysan, ichini faqat og'ritasan. Senlarda ham ona beling og'rib, ishla, senlar ham shunaqa oliy ma'lumotli bo'lib shu darajaga yetish, deputatlik darajaga yetish senlar. Qayerdagilar senlarga informatsiya tashlasa, birinchi informatsiyani ko'rib turib, ikkinchisini ko'rishmaysan ekan. Men shu kun telefon qilsam, ko'tingchi demay qo'yib qo'yishding, a?
gapirardim-da ekansan. Chunki duxing yetmaydi. Telegramlaringni ham bloklab tashlashgansan. Duxlaring yetmaydi-da, duxlaring yetmaydi. Senlar faqat qayerdagilar noto'g'ri informatsiya bersa, ashunaqaqa qilishasan. Hozircha shunaqa gaplar bugun Xudo xohlasa Asaka tumanida markaziy maydonimizda, ya'ni sobiq Lenin maydonida juda ham katta doshqozonlarda qo'ylar, ikkitalab, uchtalab qo'ylar so'yilgan doshqozonlarda Xudo xohlasa mana oshlar bo'lyapti. Juda ham chiroyli so'rilarda juda ham havasga anaqa ashetda mana kechadan beri ashetda yuribman. Havasga anaqalar qildi. Xudo xohlasa hozir inshaalloh qizimni olaman va biz ham shu joyga borib inshaalloh ham suhbat bo'lib, ham jihatlikda shu yerda bo'laman. Inshaalloh ertaga ham video obzorlar qilaman. Yaxshiliklar obzorlar qilaman. Lekin albatta 18 minutlik mendan anaqam turibdi. Hamma yo'q turibdi. Hozircha shunaqa gaplar, iltimos sizlardan hali ham kechmas. So'kinishda bas qilish, tillaring kesirgunlar, qo'llab-quvvatlagan ayrim tutlar qo'llab-quvvatlayotganlar eslaringdan chiqmasin. Senlarga ham bor qonun. Baravar. Hozircha shunaqa gaplar. Meni yaxshi ko'rganlarim, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Allohga omonat sizlar.